Assalomu alaykum. Men oliy toifali nevrolog Turg'un va Muhayyo Erkinaliyevna. Bugun sizlar bilan ko'p uchraydigan nevrologik shikoyatlardan biri bosh aylanishi to'g'risida gaplashamiz. Bosh aylanishi subyektiv hissiyot bo'lib, inson tanasini yoki atrof muhitni aylanayotgandek his qilish tuyg'usi bo'lib, bosh aylanishi juda ko'p uchraydi. Dunyo aholisining 20% dan 30% gacha qismi umrida bir marta bo'lsa ham bosh aylanishini his qiladi. Bosh aylanishi nevrologik, somatik yoki psixogen kasalliklar alomati bo'lib, ko'pincha muvozanat yo'qolishi, ko'ngil aynishi, qayd qilishi, quloqda shovqin bilan birga kechadi. Bosh aylanishi umumiy amaliyot shifokoriga bo'layotgan murojaatlarning 5-6% ni tashkil qilsa, nevropatologga bo'layotgan murojaatlarning 20% dan 30% gacha qismini tashkil qiladi. Bosh aylanishi ayollarga erkaklarga qaraganda 2-3 marta ko'proq uchraydi. 30 yoshdan oshgan odamlarda bosh aylanish shikoyati ko'payib boradi. 65 yoshdan oshgan kishilarni har ikkinchi odamdan bittasi doimiy yoki davriy ravishda bosh aylanishi bilan yuradi. Nevrologiyada bosh aylanishining sabablaridan eng ko'pi bosh miyada qon aylanishining buzilishi, emotsional zo'riqishlar hamda bo'yin umurtqalari muammolari hisoblanadi. Bosh aylanishining sabablari, periferik sabablar hamma bosh aylanishining 80% ni tashkil qiladi. Bular yaxshi sifatli paroksizmal pozitsion bosh aylanishi, labirintit, vestibulyar neyronit, Menier kasalligi. Markaziy sabablar bular: bosh miyada qon aylanishining o'tkir buzilishlari, tarqoq skleroz, miyada o'smalar, shikastlanishlar, migrenoz, vertigo. Yurak qon tomir sistemasiga bog'liq sabablar: ortostatik gipotenziya, yurak miokard infarkti, yurak ishemik kasalligi, aterosklerotik stenozlar hisoblanadi. Metabolik va boshqa sabablar: kamqonlik, qandli diabet, qalqonsimon bez kasalliklari, homiladorlik, hayz ko'rish vaqti, gipotireoz, dorilar ta'siri, intoksikatsiyalar bosh aylanish sabablari bo'lishi mumkin. Bosh aylanishi bilan qachon shifokorga murojaat qilish kerak? Bosh aylanishi to'satdan bo'lsa, bosh aylanishi bilan qo'l oyoqlarda karaxtlik, nutq buzilishi, muvozanat buzilishi bo'lsa, bu insult bo'lishi mumkin. Bosh aylanishi uzoq davom etsa, bir necha kun yoki bir necha hafta davom etsa, bu vestibulyar sabablar bo'lishi mumkin. Bosh aylanishi bilan birga qusish, tomog'da og'riq, quloqda shovqin bo'lishi, labirintit bo'lishi mumkin. Bosh aylanishi bilan yurak tez urishi, nafas qishi, ko'krak qafasida noxushlik bo'lsa, bu yurak qon tomir sabablari, infarkt ehtimoli bo'lishi mumkin. Yotganda, boshni burganda bosh aylanishining kuchayishi, qisqa vaqtda o'tib ketishi bu yaxshi sifatli pozitsion paroksizmal bosh aylanishi bo'lishi mumkin. Bosh aylanishi rivojlanish mexanizmi ostida vestibulyar buzilishlar yotadi. Vestibulyar apparat markaziy hamda periferik qismlardan iborat. Periferik qismiga ichki quloq va 8-juft nerv kirsa, markaziy qismiga miya ustuni, miyachada joylashgan vestibulyar yadrolar kiradi. Vestibulyar apparat muvozanat, tananing kosmosdagi yo'nalishi va harakatiga javobgardir. Bosh aylanishi ikki toifaga bo'linadi: sistemali va nosistem bosh aylanishga. Sistemali bosh aylanishi haqiqiy bosh aylanish bo'lib, bunda ko'ngil aynishi, nistagm birga kelib, bu miyacha va vestibulyar buzilishlar bilan bog'liq. Bu ko'pincha bosh miya qon aylanishining buzilishlari, miyacha kasalliklari, intoksikatsiyalar natijasida kelib chiqadi. Nosistem bosh aylanishi ko'z oldi qorong'ilashishi, holsizlik bilan bo'lib, bu ortostatik gipotenziya hamda yurak qon tomir kasalliklari bilan bog'liq. Bosh aylanishi shartli ravishda kelib chiqishiga ko'ra 5 turga bo'linadi. Birinchisi vestibulyar bosh aylanishlar. Bu periferik vestibulyar apparat hamda markaziy vegetativ struktura shikastlanishi bilan bog'liq bo'lib, bosh aylanishi, ko'ngil aynish, qusish, quloqda shovqin hamda eshitish pasayishi bilan kuzatiladi. Ikkinchisi lipotimik, miyaga qon oqimi kelishi pasayishi natijasida yuzaga keladi. Bunga sabab aritmiyalar, vazovagal holatlar bo'lib, bu ertalabda turishda charchoq yuzaga kelishi bilan boshlanadi. Uchinchisi postural bosh aylanishi. Bu ortostatik gipotenziya natijasida yuzaga kelib, odam birdan o'rnidan turganda yuzaga keladi. Qisqa 10-20 sekundda bosh aylanishi o'tib ketadi. To'rtinchisi servikagen. Bo'yin umurtqasi muammolari natijasida yuzaga keladi. Bunda bosh aylanish bilan birga bo'yin umurtqasida tortishishlar, og'riqlar, muskullarda tarangliklar kuzatiladi. Beshinchisi psixogen bosh aylanishi. Sababi depressiya, panika hujumlari bo'lib, bunda bemorda bosh aylanish bilan birga ko'z oldi qorong'ilashishi, holsizlik, yig'loqlik, stress holatlari kuzatiladi. Bosh aylanishining diagnostikasida anamnez yig'ish muhim o'rin tutib, 70-80% holatlarda anamnezdan to'g'ri tashxis qo'yish mumkin. Nevrologik ko'rik, Romberg pozasida turishi, vestibulyar testlar, undan tashqari instrumental tekshiruvlar, kompyuter tomografiya, magnit rezonans tomografiya, elektrokardiografiya, ekokardiografiya, bo'yin tomirlari dopplerografiyasi, qon tahlilida gemoglobin miqdori, qonda qand miqdori,
Tiroid bez gormonlari miqdori tekshiriladi. Differensial diagnostikasida bosh aylanishi bilan kechadigan kasalliklar bir-biri bilan differensial diagnostika qilinadi. Eng ko'p uchraydigan bosh aylanishdan biri yaxshi sifatli pozitsion paroksizmal bosh aylanishi bo'lib, bunda boshni burganda, yotganda tana muvozanatini o'zgarganda bosh aylanishi kuchayadi. Tez, qisqa o'tib ketadi. Qo'shimcha nistagm kuzatiladi. Eshitish normada bo'ladi. Dix-Hallopike testi musbat bo'ladi. Vestibulyar neyronitda bosh aylanishi to'satdan boshlanadi, nisbatan uzoq davom etadi, muvozanat yo'qoladi, eshitish saqlangan bo'ladi. Qo'shimcha kompyuter tomografiya va magnit rezonans tomografiya o'tkaziladi. Labirintitda uzoq va kuchli bosh aylanishi to'satdan boshlanadi, eshitish pasayishi, quloqda shovqin bo'ladi. Bunda lor va audiometriya tekshiruvi kerak bo'ladi. Menier kasalligida bosh aylanishi periodik bo'lib, to'satdan boshlanadi, quloqda shovqin, eshitish pasayishi hamda qusish kuzatiladi. Bu kasallikda audiometriya va otonevrolog ko'rigi kerak bo'ladi. Servikagin bosh aylanishlarda bosh aylanishi bilan birga bo'yinda og'riq, bo'yin muskullarida tortishish kuzatiladi. Bo'yin umurtqalari rentgen tekshiruvida umurtqalarda o'zgarishlar aniqlanadi. Insult va vertebra bazalari yetishmovchiliklarda bosh aylanishi to'satdan bo'ladi. Yurishda qiyinchilik, muvozanat buzilishi, bundan tashqari qo'l-oyoqlarda karaxtliklar, nutq o'zgarishlari kuzatiladi. Ortostatik gipotenziyada bosh aylanishi o'rnidan turayotganda kuzatiladi. Ko'z oldi qorong'ilashish va holsizlik birga bo'ladi. Bunda qon bosimini o'lchash yetarli bo'ladi. Psixogen bosh aylanishda bosh aylanishi nomuayyan bo'lib, bemorda stress, xavotir, yig'loqlik, kayfiyat pasayishi kuzatiladi. Davolash bosh aylanishlar sababiga ko'ra davolaniladi. Yaxshi sifatli paroksizmal pozitsion bosh aylanishi eng ko'p uchraydigan bosh aylanishi bo'lib, bunda Epley manyovri, bosh pozitsiyalarini o'zgartirish, qo'shimcha beta-gistin, diakarb, furosemid preparatlari ishlatiladi. Vestibulyar neyronitda virusga qarshi preparatlar, antibiotiklar, vertigolitiklar, beta-gistin, diazepam, vestibulyar reabilitatsiya mashqlari o'tkaziladi. Menier kasalligida beta-gistin, diuretiklar, furosemid, indapamid, tuzli ovqatlarni chekish, kofein va spirtlarni cheklash. Qiyin holatlarda intratimpanik gentamicin terapiyasi o'tkaziladi. Servikagen bosh aylanishlarda bo'yin osteoxondrozini davolash, nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar. Servikagen bosh aylanishlarda bo'yin osteoxondrozini davolash, fizioterapiya, manual terapiya, nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar, miorelaksantlar, bundan tashqari ba'zi holatlarda neyroprotektorlar ishlatiladi. Ortostatik gipotoniyada qon bosimini nazorat qilish, ko'p suyuqlik ichish, tuzli ovqatlar yeyish yetarli bo'ladi. Insult, vertebra bazalari yetishmovchiliklarda asosan neyroprotektorlar, antiagregantlar, qon bosimini nazorat qilish, vestibulyar mashqlar o'tkaziladi. Psixogen bosh aylanishlarda anksiolitiklar, psixoterapiya, ba'zi og'ir holatlarda trankvilizatorlar, antidepressantlar ishlatiladi. Bosh aylanishi o'z vaqtida davolanmasa, surunkali bosh aylanish sindromlari, depressiya, qo'rquv, panika xurujlari epizodik, labirintitda esa eshitish pasayishlari kuzatilishi mumkin. Bosh aylanishni oldini olish uchun vestibulyar apparatni mustahkamlash uchun vestibulyar mashqlar, kundalik jismoniy faoliyat, qon aylanishini yaxshilash, qon bosimini nazorat qilish, quloq kasalliklarini o'z vaqtida davolash, stressdan himoyalanish, vitamin va minerallar ichish tavsiya qilinadi. Kasal bo'lmang, sog' bo'ling. Boshingiz hech qachon aylanmasin.